Kulyapsizlarmi? Bu duxovkada pishgan sloyonniy somsa ichida go'shtli. Lekin Wellington emas u. Nima bu? Buni Sezarda bo'lmaydi. Hazillashyapsizlarmi? Lutcha buni menyudan olib tashlaganinglar yaxshi. Samarqandda eng zo'r restoran qaysi desam, kommentariyani portlatib tashladinglar. Karimbek deb. Ko'ramiz, haqiqatan shunaqa zo'rmikan yoki taksibe. Aytgancha, bolalarni qirg'izib yuborganman allaqachon. Narsalarni zakaz qilib qo'yishgan. Ketdi, endi yeb bahosini beramiz. Agar bu Sezar bo'lsa, men Dubay shahzodasiman. Google'da yoki YouTube'da retsepturalar juda ham ko'p. O'shanga bitta qarab, Sezar qanaqa bo'lishi kerakligini unda ko'rib qilsanglar bo'ladi. Bu Sezar masalliqlarda qilingan oliviyega o'xshaydi. Grechkiga keladigan bo'lsak, grechkini zapravkasi ham niyachon. Просто ozgina yog' bilan zapravka qilib yuborishgan. Mayli, tuzi yo'qligi muammo emas, lekin grechkini ham o'zini zapravkasi bor. Shuni YouTube'ga kelinglar, chiqib keladi. Baribir ham o'sha savol meni juda qiynayapti. Bu toqoshimi, dolmami yoki просто taqmi? Nima bu? Xullas, fikrimga keladigan bo'lsa, yomon emas. Xullas, chichevichni sup esinglarda, mana bog'chadacha garoxoviy sup berishadi. Shunaqa mazani beryapti. Bilaman, chichevitsa bu turetskiy garox, lekin uni tayyorlanish usuli umuman boshqacha. Mastavaga keladigan bo'lsa, meni mastavamda nimagadir noxatsizlik bo'libdi. Uni hech kim tushuntirib bera olmadi menga. Men o'yladimki, sho'rbasi qolmagan bo'lsa, moxoranikini qo'shib yuborishga tushib qolgan desam, moxora degan ovqatligi yo'q ekan. Lekin anu mastavani sal ko'proq qaynatsanglar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xullas, umumiy olganda shashliklar yomon emas. Just anu chaynaladigan go'sht, ivib ketmagan, qiymada ozgina charvani mazasi bor. To'g'ri yaxshi pishgan. Umumiy olganda shashlik yomon emas. Men 10 yildan oshuv hindlar bilan ishlaganman. Kari emas. Slivka qo'shishgan, slivka chirib tushgan. Tovuqni yesam qirt-qirt qilyapti. Lutcha buni menyudan olib tashlaganinglar yaxshi. Chunki hindlar esa просто kulib tashlaydi. Bu qovurma chuchvara emas, qovurma chuchvara ekan. Xullas, chuchvaraga buyoqqa kelish kerak ekan, qovurmasi. Bu turetskiy baqlajon ekan, farshirog'ini. Faqat men go'shtni chetda sururib baqlajonni zo'rg'a topib qoldim. Go'shti juda ko'p ekan, lekin original variantida bu farshirog'ini baqlajon, ya'ni baqlajon bo'ladi, ichida farsh bo'ladi, lekin baqlajonni ichida bo'ladi. Go'sht ichida baqlajon bo'lmaydi, go'sht ko'p ekan, lekin yaxshi, mazasi yaxshi. Anglichaninlar bu Wellingtonni ko'rsa, aniq bitta yig'lab berishadi. Hozir men rasmini qo'yib qo'yaman. Bunaqa taomlarni uncha-muncha mana degan Michelin yulduzi bor povarlar eplolmaydi. O'shaning uchun bunaqa qilgandan ko'ra qilmaganinglar yaxshi. Bu meni chista tavsiyam. No, bu Wellington emas. Boya aytganimdek, bu duxovkada pishgan sloyonniy go'shtli bonfileli somsa. Ko'rdinglar fikrimni? Sizlar nima fikirdasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Lekin atmosferasi bilasizlarmi, qanaqa yaxshi qilib qo'yishgan ekan. Tug'ilgan kun, banket u yo'q-yo'qligi zo'r ekan. Lekin bir narsani aytmoqchiman. Aksant bolalar ham, menejer bolalar ham yonimga rosa kelib, fikrimni so'rab, qiziqishdi. Bu juda ham yaxshi pokazatsiya. O'shaga like, podpiska, kommentariy hali ham tekin. Tak что yozinglar, keyin safar qaysi viloyatga olamiz va Samarqandda yana qanaqa yaxshi restoranda. Xullas, shuncha yegan narsani 778 ming bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu Samarqand uchun qimmatmi, arzonmi? Fikrdan yozib qo'yinglar. Pul şey bo'lsa bilan to'lab ketyapman. Hech qanaqa gap so'zlik bo'lmasligi uchun.